Boshladik. Assalomu alaykum, Alloh kunlaringni xayrli qilsin. Biz Astepa hududida joylashgan 8 sotiklik hovli qo'shimcha biznes qilish uchun mo'ljallangan joyi bilan uyni to'liq ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafimiz Naymancha hududiga ketish, u tarafimiz u tomonga ko'rsating. Bu tarafimiz hozirgi eski bozor tarafdan Perezdan o'tib kelish. Qo'shimcha 6 sotik bunaqangi biznes uchun moslangan hovlimiz bor. Buni hozir ichkaridan to'liq videosini ko'rsatib o'tamiz. Hovlimizga kirganimizda asosiy xonalari bu tarafdan boshlanyapti. Uyni egalari bilan birgalikda ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda bitta mehmonxona bo'lyapti, aka. 6 ga to'rt. 6 ga to'rt. Ichkarida gollandskiy pechkalari bor. Bu tarafda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ekan. Bu 6 ga to'rt. 6 ga to'rtmi bu xona? Keng xonalar ekan. Ichi mehmonxona. Bu mehmonxona bu ham. Buni ikkita xona qilib bo'lib, bitta detskiy qilib foydalansa ham bo'lagan ekan, keng xonalar ekan. Bu ham 6 ga to'rtmi? Yo'q, 8 ga to'rt. 8 ga to'rt. Ta'mirlari yaxshi holatda. Mevali daraxtlari bor. Bunaqa qimmat ko'chatlar, buni ekingan, imzolangan, lanshat qilingan. Bu yerdan kiramiz. Bet qanaqangi oshxonami nima bu? Yo'q, bu ham mehmonxonada. Mehmonxona. 6 ga 6. Katta ekan. Bu yerda yana bitta ikkita xona bor ekan-a? Mana. Abomni hozir qo'raman. Bu yerda oshxona bo'lyaptimi? Bitta oshxona nima bor? Hammom hojatxona chiroqlari yonadimi? Chiroq yonadi. Hammom ekan-a bu yerda. Bitta oshxona. Ovqat pishiradigan joy. Uylar topli bol qilinganmi, radiator qilinganmi? Radiatorli joylar bor, topli pollar bor. Hammom tualetlar topli pol qilingan. Hojatxonasi. Bu yerda hammomi bo'lyapti. Ya bu yerda qahvotani hozir. Ichma chuylar ekan-da. Bu yerda yana bitta yotoqxona bo'lyapti. Spalniya bo'lyapti. Jihozlari olib ketiladimi, qoladimi? Kelishaveramiz nimasiga qarab. Bu yerda ham bitta xona bo'lyapti. Ya mehmonxona deb. Mehmonxona kim qanaqa qilib foydalansa, foydalanadigan joy. Umumiy xonalar soni nechta bo'lyapti shunda? Xo'p, bunda 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta bitta. 8 ta xona bu tarafda. Bu tarafda ham xonalar bormi? Bor, bitta 8 ga 3 xona bor. 8 ga 3 xona, bu tarafimiz sehi. Keyin hali seximiz, Buni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. 2 sotik. Bu yerda ayvoni bo'lyapti. Hozir biz sexni ko'rsatib o'tamiz. Keyin bu yerda oshxona bor edi, aka. Oshxonani keyin sexdan keyin ko'rsatib o'tamiz. Hozir yerda ayollar bor ekan. Shu qayerdan kirlar? Ro'paradan. Ba'dan kiramiz, ba'dan. Ha, bu tarafdan kiriladi. Qizil chiziqqa tushmagan, hech qanaqangi hujjat tomonlama muammolari yo'q. Sirag'i yonami? Bu berasiz. Bu yer ombori. Hozduvorda. Bittadan ham ishlab chiqarish sifatida foydalansa bo'lagan ekan. Hozirgi kunda bu joy ijaraga berib qo'yilgan ekan. Oldin tikuv trikotaj sex bo'lgan. Bemalol ham yashab, ham biznesni yurg'isa bo'ladigan joy.
Bu oshxona. Aha. 8 metrga 4 metr. 8 ga 4. Ushbu yashash va biznes qilish uchun qulay hovlimizning narxini 199 ming baholadik. Kelishilgan joyi bor. Bemalol telefonlarini, egalarining telefon raqamini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.